Assalomu alaykum. Men Rahmatov Anvar Toshkent davlat sharqshunoslik universitetining 2-bosqich talabasiman. Raqamli tarix fanidan yakuniy nazorat uchun tayyorlagan videom. Men Buxoro viloyati Qorako'l tumanida joylashgan Bozorxo'ja jome masjidi haqida qisqacha ma'lumotlar keltirib o'tmoqchiman. Bu masjid 18-asr oxiri 19-asr boshlarida, ya'ni 1780-1830-yillarda birinchi bor bunyod etilgan, keyinchalik mustaqillik davridan so'ng 1995-yilda qayta ta'mirlanib, zamonaviy ko'rinishga ega qilindi. Bozorxo'ja masjidi degan eski masjid shu qurilganiga 100 yil bo'lgan ekan, eshitishim bo'yicha. Shu masjid haqida bir ozgina ma'lumot bersangiz. Bismillahirrahmanirrahim. Bu masjid juda qadimiy bo'lib, rahmatli bobo kalonlarimiz qurgan. Uni qurgan yili aniqini bilmayman, lekin 1995-yilda qaytadan ta'mirlandi bu. Hashar yo'li bilan xalq tomonidan birinchi ana shu mustaqilligimizdan keyin nima yangidan kirpishdan qilib qurildi. Hozirgi kunda mana ko'rganlaringizdek to'ratxonalar ham, ayvonlar ham hammasi qaytadan kengayib bormoqda. Juma kunlarida masalan 1000 ga yaqin odam keladi. Tashqarilar ham shunday joy taxlanadi. Ichkarilarda ham bor. Ro'za mana nasib bo'lsa ro'zaga tayyorlanamiz. Imom nimalar keladi, qorlar keladi, bir oy mobaynida qorlar xatm tushirib beradi. Xudo xolasa. Masjidimizda mana bibliotekasi bor, ayvonlar bor, ishqilib to'ratxonalar bor, 20 kishilik. Keyin suv, vodoprovod, gaz hammasi yaxshi. To'ylar ham to'pli bor qilingan, yaxshi o'tirib turish, yaxshi issiqxona joylar. Oldagi sharoitdan ancha yaxshi bo'lib ketdi hozir. Yana nasib bo'lsa, Xudo xolasa, masjidga kengaytirish rejada bor. Xudo xolasa. Masjidimizda hozirgi kunda jumada odam sig'maydi desak ham bo'ladi. Masjidga to'lash odam sig'maydi. Masjid qadimiy bo'lib o'rtada qolib ketganda, ko'chaning o'rtasida. Endi buni qurgan yili aniq bizlar ham bilmaymiz, yonib-pacha bo'lgan. Bobolarimizdan eshitganimiz bo'yicha bir sahiy boy qurib berib ketgan. Qurgan shuni o'z kuchidan qurgan. Shu Bozorxo'ja deb so'ng ot qolgan bu kishi Bozorxo'ja masjidi bo'lib kelmoqda. Bu urush yillarida ham ko'p nima qilganlar buni. Kolxozchilik, kolxoz nimasida dorixona qilib saqlab qolganlar-da. Shu vaqtda zamonda bobolarimiz aytadi, buzmoqqa qo'ymaganlar buni. Eng rayonda 4 ta masjid bo'lsa, eng qadimiy masjidlardan bittasi shu. Uni tarixini biladigan endi odamlar nimalar bilmasa, bizlar bilmaymiz-da, to'g'risi. Bizlar eshitganimiz, ko'rganimiz shu mustaqillik yillarida hashar yo'li bilan qurildi. Rahmatli Tosh degan birinchi hokim bordi. Shu kishi kelib o'zlari birinchi kirpichini qo'yib berib ketgandi deb beradi. Shundan buyon ish qilib mana endi har tomonlamadan nima bo'lib turibdi? Ehson bo'lib turibdi, qurilishlarga yordam bo'lib turibdi xalq tomonidan. Qurib ketgan odamlar rahmatli amakimlar bordi, jamoatlar bordi. Shöyle bosh bo'lib qullik rahmatli Temurboy bordi. Keyin Ne'matton rahmatli o'zi nima qilib qo'ydagi narsalardan chiqib sotib birinchi boshlab bergan odam shularda, bu masjidni ko'rganim, bilganim manada. Qo'ydagi stanoklarni sotib, she'ri masjidda o'rgandi shuni. 40 ming ta kirpich birinchi olinganda 40 ming ta kirpich olib, ana shu turar joyimiz quriladi-da, qaytadan. Keyingi joylarni endi ko'p kishilar ehson berdi.